Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning Anqaralik elchixonasi Turkiyadagi Xitoyga qarshi namoyishlardan ansizlik his qilyapmiz dedi. Xitoyning chet ellarga uzargan qo'li diqqat qo'zg'amoqda. Hongkongda ayolkash Xitoy savdogarlariga qarshi namoyish o'tkazildi. Sog'lomlik haqida savat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 30 dekabr kuni Xitoyning Anqara turishliq elchixonasining bayonotchisi Xitoy elchixonasining tor betida bayonot e'lon qilib, Turkiyada Uyg'urlarni qo'llab elib berilayotgan namoyishlardan ansizlik his qilayotganligini bildirgan. Uyg'ur masalasining xalqaroda kuchli diqqat qo'zg'ishiga ergishib, Turkiyaning har qaysi viloyat, shahar va nohiyalarida Xitoyga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari davomlashib kelmoqda. Turkiyadagi ba'zi o'qitish partiyalarimi Uyg'ur masalasida Xitoyni ayblab, orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Turkiya hukumatini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirmoqda. Bo'libmi 20 dekabr İstanbulda insoniy yordam mahbining uyushtirishi bilan o'tkazilgan cho'ng namoyish va uningdan keyin Turkiyaning har qaysi shahar va viloyatlarida Uyg'urlarni qo'llash yuzasidan o'tkazilgan Xitoyga qarshi norozilik namoyishlari Xitoyning Anqara turishliq elchixonasini cho'chitgan. Bir muxbirning yaqindan buyon Turkiyaning nurg'un joylarida Xitoyga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazilyapti. Uning Turkiyada turishliq Xitoy shirkatlari va Xitoy fuqarolariga qanday ta'siri bo'lyapti degan savolga Xitoy elchixonasining bayonotchisi elchixonamiz turk axborot organlarining ziyoratini qabul qilish va ommaviy aloqa yo'llari orqali davlatimizning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida olib berayotgan terrorlikqa va oshqo'llikqa qarshi tadbirlarini obyektiv holda tafsili anglatib keldik. Lekin ba'zi yomon niyatli kuchlarning kuch kiritishi bilan Turkiyaning ba'zi joylarida Xitoyga qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. Turkiyadagi Xitoy fuqarolari, Xitoy o'quvchilar va Xitoy shirkatlarida ishlaydigan xizmatchi xodimlar elchixonamiz bilan aloqa qilib, o'zlarining kundalik turmush va xizmatlarining daxil ta'riziga uchrayotganligidan shikoyat qilyapti. Biz Xitoy elchixonasi bo'lish sifatimiz bilan vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz va ansizlik his qilyapmiz degan. İstanbul Üniversitesining tarix fanlari o'qituvchisi doktor Ömal Qul apandi Türk xalqining uzun yillardan buyon Uyg'urlarni qo'llab kelayotganligini, bu qitimqi norozilik namoyishlarining tarixda ko'rilib boqmagan shaklda kengayganligini, namoyishlarning kuch kiritish bilan emas, balki o'zligidan tashkillanish bilan bo'layotganligini bayon qildi. Taratqulat e'lon qilingan bayonotlarga asoslanganda Türk xalqi birinchidan Turkiya hukumatiga besim ishiltish orqali hukumatning Uyg'urlarni qo'llashini amalga oshirish, ikkinchidan Xitoyning Uyg'ur siyosatiga bevosita ta'sir ko'rsatish uchun bu namoyishlarni elib borgan. Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarga tahdid solish qilmishlari xalqaro axborot sohasining barg'ansiri kuchli diqqatni qo'zg'amoqda. Fransiya ovozining 3 yanvar e'lon qilgan Fransiya axboroti Beijingning Fransiyadagi muhojirlar va Xitoyshunoslarni nazorat qilayotganligi, ularga tahdid solayotganligini dalilladi. Xitoy elchisi buningga javob qaytardi nomli xabarda bayon qilinishicha, Xitoy hokimiyati turli vositalar orqali Fransiyada yashayotgan Uyg'urlar va Tibetliklarga tahdid solib qolmay, Fransiyadagi Xitoyshunos olimlar, muxbirlarga tahdid solish, ularni kuzatish qilmishlarini davomlashtirmoqda ekan. Xabarda tilga olinishicha, Xitoyning Fransiyadagi Uyg'ur, Tibet va boshqalarga solayotgan tahdidlari haqida Fransiya radiosi maxsus bir guruh tashkillab tekshirish olib borgan. Ularning e'lon qilgan tekshirish dokladida ilgari axborot vositalari tilga olinganga o'xshash Xitoyning bu xil tahdid va nazoratlarining mavjudligini dalillagan. Hamda Xitoyning Fransiyadagi elchixonasidan buningga javob berishni talab qilgan. Ammo Xitoy elchixonasi buningga bevosita javob berishni rad qilgan. Keyin muxbirlar yozma shaklda xat avatib, muxbirlardan bu xil tekshirishni to'xtatishni, Fransiya-Xitoy munosabatlarini muhim nuqta qilishni ta'kidlagan. Xabarda Fransiyada yashaydigan Subi ismli bir Uyg'urning Parijda Xitoyga qarshi bir namoyishga qatnashib, uzun o'tmay Xitoyning tahdid xatini topshirib olganligi, Tanam ismli bir Tibetlikning Xitoyning uchur vositalarini ishlatib, Dalay Lamaning rasmlarini tarqatganligi uchun ko'plagan Tibetlikning qo'lga ilinganligiga shohid bo'lganligini bayon qilindi. Shundaqla Fransiyadagi Xitoyshunos Mari Holzman xonimning uyiga taklif qilinmagan bir yuchun mehmonning o'g'irlikcha kirib, butun chiroqlarni yondirib, ishkoplarni, sotmalarni ichib, oqtirib chiqib ketganligi. Uning Xitoydan kelgan biz har qachon sana tikilib turyapmiz degan bir bishorat ekanligi qayd qilinadi. Hammadan diqqat chekidigini Xitoy hokimiyatining Fransiyada nazorat qilayotgani Uyg'urlar, Tibetlar, Xitoyshunoslar bo'lib qolmay, balki yana Hongkonglik va Fransiya muxbirlari bo'lgan. Fransiya matbuotlarida Xitoydagi real vaziyatni ifoda qilayotgan fransiyalik muxbirlarga Xitoy elchixonasi viza rasmiyatlarini bijirib berishni izchil rad qilib kelmoqda. Muhojiratga Uyg'urlarni nazorat qilish, ularga tahdid solish qilmishlari yangilik bo'lmasa-mu, buning ko'lamining barg'ansiri kengayotganligi g'arb ellarining kuchli diqqatini chekmoqda. Norvegiya Uyg'ur jamiyatining raisi, Uyg'ur adliya arxiv ombirining mas'uli Baxtiyor Umar apandining bildirishicha, bu xil nazorat va tahdid solish qilmishlari Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq ellardan ko'p yuz bergan. Xitoyning chegara sirtiga uzargan qo'liga nisbatan muhojiratga Uyg'urlarning sal qaramasligini, bundaq ahvollarga yo'liqqan hamon o'zlari turishliq davlatlarning qonun organlariga ma'lum qilish yoki to'rda bosh qilishga alohida ahamiyat berish kerakligini ta'kidlagan. Uyg'ur adliya arxiv ombiri Xitoyning bu xildagi nazoratlarga, tahdidlarga duch kelgan muhojiratga Uyg'urlarga qarata maxsus bir tor sahifasi ta'sis qilib, ularning voqea yuz bergan hamon tor orqali ma'lum qilish haqida murojaatnoma e'lon qilgan.
Xitoyning Hong Kong alohida ma'mur rayonida iyun oyidan buyon to'xtamay davomlashayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda arzon bahoda setib olgan mollarni yuqori bahoda sotadigan hayonkash Xitoy savdogarlariga qarshi namoyish o'tkazildi. Shiung Shu yezida bir yerga to'plashgan minglagan namoyishchi ko'rik, cho'ng yo'l va asosliqi metro chiqish eg'izlarini to'sib olgan soqchilarning qattiq tadbirlari ostida savdoda hayonkashlik qilganligi ilgari surilgan va Xitoy cho'ng quruqligidan kelgan Xitoy savdogarlarining do'konlari zich joylashgan cho'ng ko'cha va mahallalarda yurish qildi. Namoyish boshlanib uzun o'tmayla soqchilar yurish qilishinglar qonunga xilof. Agar tarqalib ketmasanglar tadbir ishlatamiz deb yozilgan ko'k bayroqlarni chiqarib tahdid solgan. Soqchilarning ogohlantirishiga pisand qilmasdan noroziliklarni bildirgan nurg'un sondagi namoyishchiga soqchilar ochiq suyuqlik chashgan va kaltaklar bilan urib mudoxala qilgan. Namoyishchilar bilan soqchilar o'rtasida to'qinish va qo'g'lab tutish voqealari yuz berib, soqchilar nurg'unlagan namoyishchilarni tutqun qilgan. Ko'z chimchiqlatish ko'p sondagi kishilar ancha diqqat qilib ketmaydigan bir fiziologiyalik hodisa. Amerika psixik ilmiy jurnalining tadqiqot statistikasiga asoslanganda, normal ahvolda odam o'tir hisob bilan har 4 sekundda bir qatim ko'zini chimchiqlatadi ekan. Ya'ni o'tir hisob bilan minutiga 12 qatim ko'z chimchiqlatadi ekan. 8 soat uxlash vaqtini chiqarib o'tganda bir odamning har kuni ko'z chimchiqlatish qatim soni taxminan 12 ming qatimga yetadi ekan. Normal ko'z chimchiqlatish ko'z yoshining munguz pardasini namdab, siliq, pokiz qilishga, ko'z qarchuqini namxush tutishga foydali bo'lib, ko'zdagi chang tuzon va boshqa g'ayriy narsalarni tozalashga yordam beradi. Ko'z chimchiqlatish boshqa omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, odam jiddiylashganda ko'z chimchiqlatish chastotasi tezlashadi. Bolalardagi ko'zini ko'p chimchiqlatish kasali va tortishib qilish kasali pat-pat ko'z chimchiqlatishni keltirib chiqarish mumkin. Parkinson kasali ko'z chimchiqlatish chastotasini tuvallatadi. Odam kompyuter va yon telefon ekraniga uzoq qaraganda ko'z chimchiqlatish chastotasi tuvalab, minutiga 4 qatimdan 6 qatimgacha ozlaydi. Uning ustiga odam ekran qaraganda uzoq vaqt belgilik fokus oraliqini saqlag'achqa ko'z charchashni keltirib chiqaradi. Yaqin oraliqqa uzoq qaramaslik, ko'z va ko'z chanoq og'rish, g'uva ko'rish, ko'z qurg'oqlashish, ko'zidan yosh eqish qatorliq alomatlar ko'riladi. Ig'ir bo'lganda bosh og'rish, ko'ngil elishish, bosh qiyish qatorliq alomatlar ko'riladi. Ko'z qarchuqidagi kristal linza to'lqin uzunligi 400 dan 500 nanometr keladigan yeshil, ko'k, so'sin qatorliq nurlarni to'sib qololmaydi. Shunga har xil elektronlik ekran tarqatgan ko'k nur bevosita ko'rish to'r pardasi seriq dog' qismiga yetib kelib, ko'z charchashni keltirib chiqarib qolmay, vaqtning o'zirishi bilan ko'z qarchuqining dog'ilishi sur'atini tezlatadi. Elektronlik uskunalarni ishlatish vaqtini tizginlash. Qorong'u muhitda har qanday elektronlik ekranga uzoq vaqt qaramaslik kerak. Har 30 yoki 40 minutda bir qatim ko'zni 10 minut orom oldirish hamda ko'zni chimchiqiltib yoki ko'z asrash harakati qilish orqali ko'z muskullari va qon aylanishini tangshab, beoromlik tuyg'usini azaytish kerak. Uningdan boshqa uxlashdan burun yoki ertagan uyg'onganda 40 selsiya gradus atrofidagi sovuqchilangan lungini ko'zga 10 minut qo'yib berish kerak. Ehtiyoj borlar doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ko'z charchashni pasaytiradigan ko'z dorisini muvofiq ishlatsa bo'ladi. G'izolanish jihati hayvonot jigari, ko'mmiqo'noq, sebza, pomidor, chechaksay, palaq qatorliq tarkibida vitamin A mo'l bo'lgan yemekliklarni hamda cho'nqur dengiz beliqini ko'proq iste'mol qilish kerak. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.